Agrobank Atiboqdagi filial boshqaruvchi o'rinbosari Ahad huquqiy guvohi. Bugun 19-iyun 2025-yil Agrobank Atiboqdagi filial bank binosida bank mijozlari, tadbirkorlar va fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsad tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarga tadbirkorlikni boshlash uchun yordam berish. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarga tadbirkorligini kengaytirish uchun kreditlar ajratish va yangi ish o'rinlarini yaratish. Bu orqali tumanimizdagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish, daromadini oshirish asosiy vazifa qilib belgilab olganmiz. Bunda bizda hozirda kreditlar tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarga biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak mahalla loyihasi binolarida kreditlanmoqda. 5 million so'm biznesga ko'mak. Bu 1 yil muddatga 17 million so'm biznesga ko'mak dasturidan ajratiladi. Bu 4 yil 6 oy imtiyozli olinadi. Mahalla loyihasidan 50 million so'm. 5 yil 2 yil imtiyozli olinadi. Barcha kreditlar ayollarga 23%, erkaklarga 25% dan ajratiladi.